Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy aka, jimsiz? Xo'ja aka yaxshi yuribsizmi? Rahmat, ishlar bo'lyapti aka. O'tgan bayramlaringiz bilan Ha, o'zingiz ham aka, jimsiz? charchab qolmay, bolalar yaxshimi hammasi? Yaxshi aka, rahmat aka. Tinchmisiz? Ha, o'zingiz yaxshimi aka? Damlarni olyapsizmi? Ha, bugun dam oldik aka. Og'a, Open budjet o'ynab turgan bolalar bilan bir aloqa-paloqalaringiz bormi sizni yo'qmi? Nima qilish kerak? Bitta loyiha yutishlik uchun nechta pul sarf bo'lyapti ekan? 500 million. 500 million? Ha. Yo'q-a. Ha. Shuncha bo'lib ketdimi? Ishlar shunaqa aka. Eng kamichi. Endi aka, bu safar Uchko'prikda 2400 ta loyiha yutdi. 2400 ta. Yo, 2400 ta ovoz oxirgi olgani yutdi. Ha. Endi 2400 tadan u ham maktabda, katta maktab yutdi. Bitta loyiha bo'ldi xolasmi Uchko'prikda? Yo'q, 7 ta loyiha yutdi aka. Uchko'prik bo'yicha 7 ta loyiha o'ynadimi? Ha, 7 ta yutdi. Yo'q, ko'p o'ynadi, 7 kishi yutdi. Ha, 7 kishi yutdi. Ha, eng ko'p ovoz to'plagani 7000 ta bo'ldi bu Uchko'prikda. Ha. Eng kami 2400 ta bo'ldi. Ha. Endi hisobimiz davom aka mana. Ha. 2400 ta oxir yutgani maktab bo'pti aka. Maktabga demak, maktablar yordam bergan. Ha. Bu degan tekinga olganda bular bo'lsa bir 100 millioncha rasxod qilgan bo'lishi mumkin. Ha, ko'p emas. Ko'p emas. Ko'chadagi yutganlarchi? Ko'chadagi yutganlar bitta qishloq buvaydi bilan gaplashgandim, 500 million rasxod qilibdi. 1 milliard 600 million yutdi. 500 million bo'lsa 900 million pul yutyapti. Ha. Juda vahima-yu, og'a. Unaqa bo'lib ketganda yo'lchaka hozir. Bu nima sabab deb bilasiz mana shu narsaga? Siz o'zingiz moliyachisiz-da, shu narsaga nima sabab deb bilasiz? Men faol sifatida sizdan so'rayapman. Mana shu narsaga meni fikrim, mana shu tumandagi prezident vakillarini loyoqatsizligi, o'sha prezident ajratgan pulni taqsimotini xalq bilan tillashib birgalikda ijrosini qila olmasligi deb bo'lishi mumkin. Ha? Aka, endi to'g'ri bu gaplaringiz ham borki, aka, odamlar masalan o'zini mahallada beyda ko'rsatdik, bizni qishlar kichkina aka, bilasiz. Masalan, bo'lsa bir 400 ta, 500 ta xonadon bor-da aka, to'g'rimi? Ha. Endi shundan odam soniga hisoblasak, aka, bir 1000 ta, 2000 ta chiqishi mumkin-da odam aka. Ha, o'zini nomiga olgan sim kartani hisoblasa, shu 2000 ta chiqishi mumkin aka. Ha. Lekin bularning shu ovozini olish uchun odam shu aytgandek sal vijdonan ham jon tortish kerak-da shu qishlarga aka. Yo'q, o'zi bundayda, siz Open budjetdagi odamlarni ayblamang-da. Bitta narsada bu yerda o'sha budjet taqsimotini o'sha ko'rib turib loyihasini to'g'ri shakllantirib, o'sha zaruriy joylarda aniqlab xalq bilan tillashib. To'g'ri aka, bu mutaxassislar qilinib turganligini oqibati bu narsada. Eng zaruriy nimalarni bir ko'rish kerak deyman. Mutaxassislar ko'rish kerak. Mana jamoatchi faol sifatida men aytamanki, mana rayon bo'yicha bitta o'sha komissiya tuzib, o'sha rais hokimda o'zi bo'lib, komissiya xulosani qilib kelgandan keyin o'zi o'sha xulosalar bo'yicha aylanib chiqib turib, o'zi tanlab borib turib, o'sha mahallalar bilan birga o'sha tanlabdi, mana shu joyni bu safar mana shu joygachasini qilamiz. Naraqda yana zararli turibdi, uni ham mana shu joygachasini qilamiz. Mana shu joygachasini qilamiz deb turib, taqsimotini to'g'ri qila olsa agar, odamlar bunaqangi qilib, o'zi budjet tomonidan bu narsa qilinishlikka ajratiladigan pulni 10 million odam qatnashibdi deyapti bu yil. Open budjetda. Ha, 10 milliondan oshiq qatnashdi. 10 milliondan oshiq odam qatnashdi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 400 milliard pul, ana 200 mingdan hisoblasangiz nimaga-da? Ha. Respublika bo'yicha 400 milliard pul sarf bo'lib ketyapti bu narsaga-da. U 400 milliardga bilasizmi qancha ish bitib ketishligi mumkin? Ha, to'g'ri. Endi o'sha narsalarini bu kimki o'sha prezidentga shu loyihani ko'tarib olib kirgan bo'lsa, bu o'sha hokimlarning ko'tini bekitishlik uchun, mas'uliyatni xalqni o'zini bo'yniga yuklab qo'yishlik uchun olib kirilgan narsa-da bu.
Haqiqiy realniy fikrli oladigan odam bo'lsa, shunda ko'rib turib buni sразу xulosasini chiqaradi. Uni xulosasini chiqarishlik uchun kitob titishlik ham shart emas. Ha, yo'q, to'g'ri aka. O'sha hokimlar o'sha joyida hokimlar nima qilib yuribdi? Davlat tomonidan shuncha imtiyoz berilgan, shuncha oylik, hatto uygacha ta'minlab qo'yilgan odamlar nima qilib yuribdi bu yerda? Agar biz bunaqangi bo'ladigan bo'lsak, menga qarang, biz bunaqangi bo'lib, sarson bo'lib, sargardon bo'lib, uning ichida qancha urush, janjal, qotilliklar bo'ldi buning ichida-da. Ko'rib turdingiz, mana shu narsani ustida bo'ldi shu narsa. Endi bu narsani bir yakuniga yetadigan, o'sha mana bo'pti, opium budjetda qiladigan odamlar bo'ldi, endi opium budjetda qilolmaydigan odamlar qoldi. Bo'ldi, yig'ishtirish kerak bu narsani. Maktabnikini unaqangi otuloq qilmasdan, maktabnikini uyat bo'ladi, maktab bilan bog'chanikini opium budjet qilib, odamlar o'zi bunaqangi qilib pul sarflab yutishligida. Ijtimoiy soha obyektlarini addenli qilish kerak deb o'ylayman-da. Umuman opium budjetni yo'qotish kerak-da, o'sha rasxotini joyini ko'rib, hokimlar qila olish kerak bu narsani. Hokimlar qo'lidan kelish kerak, jamoatchilik nazorati bilan birgalikda ishlash kerak mana shu joyda-da. Mana shu ishlasa keyin bo'ladi bu narsa. Muxtorjon aka, bu endi davlat tizimini boshqarishlik, bu hokimlarni bu boshqarishligi bilan prezident aytgan biz joyga yetib bora olmaymiz. 100% men garantiya beraman. Prezident aytgan islohotlarni biz bajara olmaymiz agar mana shu hokimlar bilan ishlaydigan bo'lsak. To'g'ri aka. Bu oddiy misol, menga qarang, o'sha bu soliq yig'ishlik uddasidan chiqolmaydigan bo'lgandan keyin soliq yig'ishlik mas'uliyatini bo'yniga olmasdan boshqa ishini qilsin, o'zini ishini to'g'ri qilalganda, uni qishloq xo'jaligiga borib olib, allashib ularda jinnilik qilib yurgandan ko'ra, shu ishini to'g'ri qilganda xalq shunchalik sarson bo'lmasdi. Sen to'g'ri gapiryapman. To'g'ri aka gapimiz. Aka, u bunaqa muammo tizimda bor aka, bunaqa muammolar bo'ladi tizimda borda aka. Mana aytaman, nahotki bitta o'sha mana xalq deputatlari turibdi, mahalla turibdi. Mahalla ishini qilsin, mahallaga boshqa ish buyurganimiz yo'q deyapti. Mana shunaqa ishlar taqsimotini qilsin, bo'ldi. Bu opium budjetni bas qilish kerak. Bas qilish kerak. Hokimlar ishlashlikni bilish kerak. To'g'ri, mahalliy budjet 30% shu opium budjetga o'sha tumanni, Ko'prik tumaniga ajratiladi aka har yili. Shu taqsimotini to'g'ri qila olish kerak birgalikda hamma. Xalq ham tushunmaydigan emas. Mana hozir opium budjet bo'lib qoldi, ayniqsa ko'zi ochildi bularni. Seniki ikkinchi darajaliroq ekan, senikini mana vaqtga to'g'ri keladi, mana kvartalnikiga to'g'ri keladi, manunga to'g'ri keladi deb bajarsa bo'ladi o'sha narsani. Menimcha aka, keyingi yildan shu takomillashyapti aka. Menimcha shu zetgan narsalar boshlanadi aka. Yo'q, buni jamoatchilik ko'tarmas ekan-chi. Odamlar buni prezidentga tushuntirib yetkazib bera olmas ekan, bu narsa tugamaydi. Mazza bo'lib qoldi bularga hozir. Mazza-yu. Bittasi boradigan bo'lsa, asfalt kerak meni mahallamga deydigan bo'lsa, hali 400 metrgacha bo'lgan joylarda ana 403-qaror bor. Obodonlashtirishga. O'sha narsa bo'yicha qilishi mumkin, lekin boshqa bo'ladigan bo'lsa, yo'q deydi, opium budjet o'ylanglar deydi. Ana deydi, mahalla deydi, opium budjetni yutib oldi deydi, qilyapti deydi. Men o'sha mo'ytda qand yeb o'tiribmanmi demayapti. O'sha gap uyalmasdan o'sha gapni gapiryapti hokimlarda. Buni prezidentga to'liqligicha yetkazirish kerak og'a. To'g'ri aka, gaplaringiz jon bor aka.